Salam dostum. Nevaharning dünyasıga hoş geldiniz. Kichikimizdan tartibla hikoya cho'chaklardan, oila va maktab tarbiyasida hamma yerda oq ko'ngil odam bo'lishimiz haqida o'gitlar oldik. Hatto farzandlik bo'lgandan keyinmi oq ko'ngillikning hayotlikning to'rigi ekanligi haqida bolalarga tarbiya berib keldik. Yoki oq ko'ngillikni jo'ri tanlash, do'st tanlash, kelin tanlashgacha tadbiqlab keldik. Lekin oq ko'ngillikning chegarasi haqida zodi qanchamiz o'ylanib baqdik. Oq ko'ngil bo'lishning ma'nisidan elib aytganda, u hakavurluq va mag'rurlikning aksi tarafi deganlikdir. Ammo oq ko'ngillik mag'lubiyat, qo'rqinchoqlik va bo'zaklikdan derak bermaydi. O'zini tövan chog'lashmi emas. Oq ko'ngillik ko'pincha hollarda kamtarlik bilan birga keladi. Har ikkisi joyida bo'lsa, o'zimizni o'zginimi xushnud qila olamiz va huzur bera olamiz. Lekin joyida bo'lmay qolsa, haqiqatan ba'zilarning xo'rigini o'stirib qo'yimizda, ularning bizni ko'zga ilmasligini keltirib chiqaramiz. Vaqt uzargan seri atrofingizdagilar sizning ular uchun qilgan atganlaringizning hammasini sizning qilishga tegishli ishingiz deb o'ylab qoladigan bo'ladi. Va bir kunlarda siz bardoshlik bera olmay rad qilganingizda ular sizga ichini og'irtibmi qo'yishmaydi. Esdashlikmi qilmaydi. Hatto biror ig'iz chiroyli gapni anglay olmaysiz. Chunki ularning nazarida siz bu ishlarni o'zingiz xohlab qilgan. Boshqalarga bak yo'l qo'yib ketsangiz, ular sizni texmi qiyin ahvolda qo'ydi. Ularga yo'l qo'ygan seri sizga texmi bak zarba berdi. Oldi bilan Mevlana Hazratlarining odam bo'lishdagi 7 ta'limiga quloq solaylik. Sexiylik babida oqar suvdek bo'l. Rahimdillik babida quyoshdek bo'l. Boshqalarning aybini yepishda qorong'u tundek bo'l. G'azab nafratda o'likdek bo'l. Oq ko'ngillik babida tuproqdek bo'l. Mehribonlikda dengizdek bo'l. Yo o'zing kabi ko'rin, yo ko'ringuning kabi bo'l. Sufizmdagi bu ta'limlar izchil holda insonning axloqiy erdam o'lchimi bo'lib keldi. Va bizmi yaxshi odam bo'lish uchun o'zimizni bu ramkalarning ichiga sig'dirishga tirishib keldik. Yuqorida aytilgan oq ko'ngillik babida tuproq kabi bo'l degan hikmatni qanday tushunishimiz mumkin? Bahor yomg'iri qo'ram toshlarni chechaklatolmaydi. Aksicha, yomg'irdan oziq olgan tuproqda bir tal nota big' urib ko'klab, baraxsan daraxt bo'lib soya berdi yoki meva berdi. Oq ko'ngil va kamtar bo'lish kerak. Lekin takallubingiz haqorat bilan, izzatingiz hurmatsizlik bilan javoblanmasligi uchun uningga bir chek qo'ying. Boshqalar uchunmi yashang, lekin o'zingiz uchunmi yashaydiganingizni unutib qolmang.